Agar Kia Sonet avtomobillar, havolar biz bemalol o'zimizga olib kelishingiz mumkin. Birinchi Kia Sonetimiz, havolamiz, bu tomonda bitkazilgan Kia Sonet avtomobilimiz. Bu avtomobillarga uстановка qilganda faqatgina qayta aytayapmiz. Buncha ko'p Kia Sonet nima uchun bizga keladi? Birinchi o'rinda sifat, ikkinchi o'rinda qilinadigan xizmat. Ya'ni bu avtomobillar spesial o'ziga tushadigan miyalardan qo'yish kerak. Aka ishoning, mana bu ishga qarang. Lattali izolentlar, bu lattali izolentlar nima uchun kerak degan bo'lsangiz, issiqqa, sovuqqa bu izolentlar o'zini tusini o'zgartirmaydi. Ya'ni zamkani degan narsa kelmaydi. Keyin mana bu simini bir-biriga ulagan vaqtida kontakt bergan vaqtda kuydirib kontakt beramiz. O'sha holatda sizning ishingiz yubilerniy holatda bo'ladi. Kimgadir propan yoki metan xizmat kerak bo'lsa, fartuklar tutgan holatda ish sifatini yubilerniy qilib, propan yoki metan uстановка qilib beramiz. Xo'p, bu tomonda Kia Sonet avtomobilimizga keladigan bo'lsak, bunga ham xuddi shu xizmat, ya'ni propan uстановка qilib bermoqdamiz. Ahamiyat berib qo'yasiz. Simni ichidagi tolaga ahamiyat bering. Baquvvat bo'lgan tolalar. Idealni qilib uстановка. Xo'p, Haval M6 modelimizga keladigan bo'lsak, bunga ham xuddi shu xizmat, ya'ni propan uстановка. Original bloklardan foydalanamiz faqat mana. Ahamiyat berib qo'ying. Blogimizga Alex Nano blogi. Bu blokdan Tracker 12 Monzarga ham qo'yish kerak. Chunki bu blokda poddelka varianti yo'q va bunda OBD bor. OBD borligining hisobiga chek-pek yonib qolmaydi. Sizdan shuncha aytaman, aka, siz obuna bo'lib turavering. Siz eng kamida bu avtomobillarning kilometrajdan bizdan ma'lumot olishingiz mumkin. Ya'ni necha kilometr yuradi. Barcha turdagi avtomobillarga yuqori sifatda propan metan uстановка qilib beramiz. Bu videoni maksimum propan qo'ymoqchi bo'lganlarga yuborib qo'ying, Sardor metangiz. Bu tomonda M7 variantini уже uстановка jarayonini tugatdik. Ahamiyat berib qo'yasiz. Idealni qilib 90 talik balon, QR kod deb bo'lgan balonlar, oldi yig'ib bergan jihozlarimiz har doimgidek o'sha aytilgan yubilerniy uстановка, Alex Pico, poddelkasi bo'lgan miyali, X reduktorlar, montajlar, zavod qilib, lattali izolentlarida zavod qilib, ili farsunga ham o'zining zavodskiy plankasiga qo'yganmiz. Aka, ahamiyat berib qo'yasiz. Tanlovda adashmaymiz, obuna bo'lib kuzatishda davom eting. Yuqori sifatda propan metan uстановка qilib beramiz. Maksimum barchaga yuborib qo'ying ma'lumot.